Quyida Ravon R-Tort avtomobili haqida to'liq ma'lumot beraman. Ishlab chiqarilishi, texnik xususiyatlari, dizayni, jihozlari, ustunliklari va kamchiliklari. Ma'lumotlar rasmiy manbalar va turli sharhlar asosida to'plangan. Agar xohlasang, alohida jihatlar, masalan, texnik xizmat, narx, taqsimot bo'yicha ham chuqurroq yozsam bo'ladi. Ravon R-Tort O'zbekistonda Ravon markasi ostida ishlab chiqarilgan sedanning modeli bo'lib, Tobaltning yangilangan dizaynli varianti sifatida bozorga chiqdi. Avtomobil GIM Uzbekistan hozir UzAuto Motors korxonasi tomonidan Asaka avtomobil zavodida yig'iladi. Umumiy ma'lumot. Dastlab 2016 yilda seriyali ishlab chiqarilishi boshlangan. Avtomobil markasi Ravon so'zi Reliable Active Vehicle on Road, yo'lda ishonchli, faol avtomobil degan inglizcha sozma-soz qisqartma tushunchasi bilan bog'lanadi. Sedanning sinfi kichik kompakt sedan. Mexanika va harakat. Dvigatel hajmi 1,5 litrlik benzin, 1485 sim, 4 silindrli. Quvvat taxminan 106 ot kuchi, HP va maksimal tork 130 tortnim. Kartalar old gildirakdan tortadi, front wheel drive. Transmissiya 2 turda taklif qilinadi. Standart 5 pogonali mexanik qutisi va avtomat uzatish qutisi versiyasi ham mavjud. Tezyurarlik jihatdan oqdan 100 km/soatgacha tezlanishi taxminan 11,7 soniya. Maksimal tezligi 169 km/soat atrofida. Yoqilgi sarfi kombinatsiyalashgan rejimda 6-2-100 km, shahar ichida ko'proq, tashqarida kamroq bo'ladi. O'lcham va tashqi shakl. Uzunligi taxminan 4479 m, kengligi 1735 m, balandligi 1514 m. Gildirak oraligi radostoyani 2620 m. Bosh vazni turb vegat taxminan 1172-1243 oraligida. Yon tomondan tashqi dizayni odatiy sedan shaklida, old qismlari zamonaviy faralar va yengilroq aerodinamik chiziqlar bilan, orqa tomoni ham sodda, trank sedanning o'rtacha segmentiga mos. Ichki qismlari funksional, bo'yoq qoplamalari va materiallar arzonroq sinf bo'yicha, lekin kundalik foydalanishda yetarli. Jihozlar va qulaylik. Avtomobil standart jihozlarda quyidagilar bilan ta'minlangan. Audio sistema. Quvvatli rul, power steering. Old va old o'rinlar isitish tizimi, yopiq joylarda sovuqda foydasi katta. Havo yostiqlari driver va passenger xavfsizlik jihatidan muhim. ABS tormoz kuchini nazorat qilish tizimi. Sofix bolalar o'rindiqlari uchun montaj nuqtalari. Ba'zi versiyalarda avtomatik konditsioner, qulf bilan ochiladigan eshiklar, elektr oynalar, folga disklar, tuman chiroqlari, orqa oynada defroster kabi qulayliklar ham bo'lishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi va tarqalish. GIM Uzbekistan hozir UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqariladi. Zavod Asaka shahrida joylashgan. Maqsadi postsovet mamlakatlarda Ravon brendi ostida bozorni mustahkamlash, eksportga ham yo'naltirish. Bozorlar O'zbekiston ichki bozori, shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligi bozorlariga eksport qilish maqsadi bor. Afzalliklari. Dvigatel va yoqilgi sarfi nisbatan tejamkor, kundalik